Amal suv filtrlari Qarshida o'z faoliyatini boshladi. Xudo xolasa, bu yoqqa keladigan mijozlarimiz, Og'abek menejerimiz shu kishiga uchrashasizlar, hamma ma'lumotlarni berib o'tadilar. Bitta magazin ko'rib chiqamiz. Ishni boshladik. Bu yoqda har qanaqa turdagi filtrlarimiz bor. Og'abek aka, bitta tushuntirib o'tasiz. Bizda har xil turdagi suv filtrlarimiz bor. 1 tonnalikdan tortib cheklanmagan miqdorgacha yetkazib beramiz. Mana bunisi birinchisi 1 tonnalik, ikkinchisi 500 talik. Bunisi moykalar uchun ishlatiladigan, ya'ni moysamlar uchun ishlatiladigan 1 tonnalik apparatimiz. Bunisi 4 ta katta bochka ile mineral chasti ham bor. Mineral chasti ham bor. Undan keyin vending apparatlarimiz bor. Yo'q, tashqaridan ko'rinadi. Endi vending apparatimiz ham bor. Undan tashqari yana minerallashtirilgan 500 talik filtrlarimiz bor. Keyin qo'shimcha zapchastlarimiz hammasi bor. Oddiy bitta atvotidan tortib, boshqasigacha. Boy filtr, kartrej, tuzlarimiz, katyanit va hokazo hammasi ham bor. Gap yo'q, rahmat. Shu yoqda ish faoliyatini boshladik. Manzilni ham tushuntirib o'tamiz. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa 250 litrdan 200-300 tonnagacha filtrlarni yig'ib berib bilamiz. Endi bu yoq kishi qarshilik bo'lib ketganlar uchun bitta manzilni ham tushuntiradilar. Manzilni tushuntiring. Kirib kelishdi. Manzilimiz Yerqo'rg'on bozoridan kelishda Doktor Olim Med Centerni ro'baro'yida suv filtrlari joylashgan. Bu azizlar birda yo'l, bir avtobus, ya'ni qarshiliklar tushunadi. Ha. Manzil shu yoqda, bemalol kelaverasizlar. Ish faoliyati boshlandi. Avval suv filtrlari. Nomerimiz 99 221 01 40.